Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli muxlislar, qadrdonlar, Farg'ona shahri va viloyatlaridagi aziz obunachilarim. Juda ham ko'p talab va takliflar tushyapti. Bunga ham e'tibor bermasam bo'lmaydi. Jingdekkina bir ma'lumot o'rnida shuni yetkazib o'tmoqchimanki, qayerga borsam shu Instagram sohasida mana faoliyat yuritayotganimizdan buyon qayerga borsam ham kim bilan gaplashsam ham akmalaka reklama olyapman. Albatta shu narsaga men e'tibor qaratmagan ekanman. Shu bo'yicha bir savol javob qilsak, qani kim shu fikrga qo'shilasizlarmi? Ya'ni kim juda ham ko'p takliflar bo'lyapti reklama olish masalasida. Sizlar nima deysizlar? Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Qo'shilaymi reklamaga, olishni boshlaymi yoki reklama berishni xohlovchilar bo'lsa bironta bir 10 ta aksiyami, bir shunaqa narsa qilaymi? Misol uchun 10 tasini bir bepulga olib berib, shunaqa bir yo'nalishlarda qo'shaylikmi? Foyda bo'ladimi, zarar bo'ladimi? Haqiqatdan ham Instagram sohasida men yangi bo'lganligim uchun qaysi to'yga boramanmi, bironta tadbirga boramanmi, qayerga borsam ham yoshlar bilan maslahat qilib, ulardan so'rab, o'rganib shu kungacha olib kelyapman. Men o'zim dono, o'zim o'rganib deya olmayman bu sohani. Instagramda juda ham ko'p ukaxonlarim yordam berishgan. Mayda-chuyda detallarni o'rgatishgan, erinmasdan ko'rsatib berishgan. Ulardan juda ham minnatdorman. Sizlarning fikrlaringizni kutib qolaman. Shu soha va reklama bo'yicha nima fikrdasizlar? Bir eshitaychi, qolganlarda ham unga qarab turib faoliyatga keyin yana qo'shimcha bir narsani tatbiq qilish yoki yo'qligini o'ylab ko'raman. Sizlarga katta rahmat oldindan javoblaringiz uchun. Jigarlarim, Toshloq tumani Eskitdan Farg'ona viloyatida o'ziga yarasha yetuk o'rin egallagan. Juda katta ulamolarni, davlat arboblarini va juda ham katta shaxslarni tarbiyalab bergan go'shadir. Ana shunaqa bolalarimizdan bittasini Xudo xolasa endi bizga tayyor qilib bo'ydali safidan badara qilgan tayyorlab berishyapti. Jigarim, qalay kayfiyatlar? Kayfiyatlar yaxshi aka. Bu uylangandan keyin zo'r bo'ladi kayfiyat. Hammani qiynaydigan savol bor-da, mana shu obunachilarda. Qanaqa qilib tanishsak bo'ladi, qanaqa qilib nima qilamiz deydi. Ko'p-ku mana diyorlar, misol uchun sizda qanaqa bo'lgan, mana sizda misol uchun tanishish, mana kelinimizni topish jarayoni, oqtarishingiz, ota-onaga ishonish kerak, ota-onamiz topishadi. Taqdir. Juda ham ko'pchilikda mana shu javob bo'lyapti. Ota-onam topgan, bordik, ko'rdik, yurak jizzatdi, to'y bo'lib ketdi degan narsa bo'lyapti. Bu ham hammaga emas, aka, to'g'rimi? Aka, mana siz bilan qancha oldin, Xudo xolasa, nima deydi, dogovor qilganmiz, kelishganmiz to'y kunini, aka. Ko'nglingizdagidekmi, mashinani komforti, o'zi xohlagandek. Men Instagramda tanishganmiz-da, to'g'rimi aka, baribir? Uylanmagan, endi mana bo'ydoqlarga bugun bu yil 26-yilda uylanadiganlarga bitta qanaqa tilagingiz bo'lardi, aka? Hamma baxtli bo'lsin, uylanmaganlar uylansin-da, aka. Harakat qilsin, yuravermasdan. Eshitdilaringmi? Mana shunaqa udar tilaklarni faqat sizlar uchun yetkazib qo'yapman. Endi bunaqa vasda, endi 2026-yil ham o'tkazib oladigan bo'lsangiz, endi gunohi azimda tayyor qolib ketasizlar. Men qo'ldan kelgancha harakat qilyapman. Bu daftar jonavor to'lib qolyapti. Mana ko'rsatib ham qo'yay sizlarga, mana daftar to'lib qolyapti. Ertaga aka ulgurmadim, aka deb yurasizlar. Erta telefon qilib alo qilsalaring, mana shu orqada o'tirgan baxtli bo'ydoqlar safida bo'lasizlar. Ukam nechinchi yil edingiz? 2001. Mana 2001-yillarda mana uylanib ketyapti shu. Lekin safda hali bor, Xudo xolasa, do'stlarimiz. Hammasini bitta badara qilishga va'da beraman. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlarim, kuzatuvchilarim, mehribonlarim, Oltiariqlik muxlislarim, alohida e'tiboriga mana bugun ikkinchi kun ham Xudo xolasa Oltiariqdaman, Jo'raydaman. Oltiariq Jo'rayda 2006-yil ukaxonlarimiz. Mana 2006 urg'u berib qo'yapman alohida. Qolganlar kuyib o'lsin deb. 2006lar ham uylanyapti hali ham mana. Birinchi to'ylari, endi Krukdagi birinchi to'yda pochini ochib berasiz o'rtalaychida. Xudo xolasa hammaga o'rnak bo'lib, ukaxonim, kayfiyatlar qalay? Yaxshi, zo'r aka. Mashina siz kutgandaqa bor ekanmi, komforti? Sizga ham kimdir tavsiya qilgan yoki Instagramdan ko'rgansiz, g'oyibona mana tanishganmiz, bir-birimizni endi mana ko'rib turibsiz, Xudo xolasa. Kelinni qanaqa bo'ldi topish, ko'pchilikka shu qiziq bo'lyapti-da. Kelin topish endi osonmi, qiyinmi? Osonmi, qiyinmi? Oson. Nasib bo'lsa oson, taqdir bo'lsa oson.
Uydagilar topdimi, o'zingiz tanishdi? Uydagilar topishdi. Unda oson. Ha, Hamma mashaqqat, hamma mehnatni uydagilar qilib qo'ya qolibdi-da. ha, shunaqa ekan. Birinchi ko'rganda uylar jizzatsa, Ha, bag'ading taqdir. Endi men uylanayotganlarga mana Xudo xolasa qolgan o'rtoqlaringizga bitta tilak bo'lsin, sizlarga baribir o'tadi, sizlarga juda kuchli-da. endi uylaninglar. Uylanish mazza deng. Uylashmas. Har doim urg'u beraman, uylanish mazza, uylaninglar deb. Ey, bolalar, to'g'ri endi hammaga ham nasib qilavermaydi bu hozirgi kunlarda, lekin 2026-yil Xudo xolasa 2006lar trendda ushlab turishibdi. 2001lar ham qolishgan yo'q. Shu 2001 bilan 2006 ni o'rtasida borib kelyapman-da. Sizlarga ham navbat kelib qoladi, Xudo xolasa kuzatib boringlar. Shunaqa qilib, mana shu bolalardaqa baxtli bo'lib, baxt mashinasida o'tirishlik nasib qilsin hammaga, Xudo xolasa. Raddomlaringizda ham xizmat qilay ilohim. Sog' bo'ling, eng mustahkam baxt egasi bo'ling, oltariqda eng ko'zi ko'ring insoni bo'lib yuring ilohim har doim. Qolganlar ham baxtli bo'laversin, hamma boy bo'lsin.